ba'zida shunaqa go'zal joylar bo'ladi. Shunaqa bir Alloh taolo yaratgan g'oyatda chiroyli joylar bo'ladi. Mana qarang, atrof ko'm-ko'k. Suvni, ko'llarning tiniqligini qarang. To'g'rida Chotqol tizmasining oppoq qorlari va bu tomon mana shunday go'zal vodiy so'qmoqlari. Bu manzaralarga qarab ko'z to'ymaydi. Alhamdulillah devorasan bexosdan. Kim biladi bu yer qayer? Alhamdulillah. Ba'zida yaratganni mana shunday go'zal joylarga ko'rib qarab ko'z to'ymaydi. Mana bu yerda Shahromboy degan yigit otlar bilan ustozim bo'ladi, tanish. Tanish. Salom ber. Salom. Qalaysan? O'tila. Ha? Shahromboy. Shahrom mana shunday go'zal joylarni ot ustida sayr qilmoqda. Mana shunday go'zal joylarga qarab ko'z to'ymaydi. Alhamdulillah deysan. Shunday joylarni ko'rsatganiga.